Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Italyan tilini o'rganishga oid darsliklarimizni davom ettiramiz. Bugun yangi so'zlar bilan tanishib chiqamiz va ushbu yangi so'zlarni misollarda qo'llanilishi va grammatik jihatlariga ham ahamiyat berib o'tamiz. L'aeroporto, aeroport. Biglietto. Il passaporto, passport. Carta d'imbargo. Demak, bortga chiqish uchun yo'llanma degan ma'noni beradi. Bagaglio, demak bagaj. Valigia. Borsa, demak sumka. Finestra, oyna. Demak, e'tiborimizni o'zlashtirgan so'zlar yordamida gaplarni tuzilishiga ham ahamiyat beramiz. Il biglietto, il passaporto, per piacere, a bagagli. Demak, bu gapimizning ma'nosi biletingiz va pasportingiz, marhamat, deyilyapti va bagajingiz bormi degan savol berilyapti. Sì, ho 2 valigie e una borsa a mano. Ya'ni 2 dona chemadan va qo'lda olib yuradigan sumka bor deyilmoqda. Non fumatore e un posto vicino al finestrino per piacere. Demak, ma'nosi oyna oldidagi joydan, sigaret chekmaydigan joydan joy olish to'g'risida buyurtma olmoqda. Keyingi gapimizda demak il posto 14 è vicino al finestrino. Ecco il biglietto, il passaporto e la carta d'imbargo. Demak, ma'nosi 14 sonlik o'rindiq oyna oldida joylashgan. Mana bilet, mana pasport, mana yo'llanma degan ma'no kelib chiqadi.